mehnat sharoitida 3-4 kun hammaga nisbatan vaqtli tushadi, vodiyga nisbatan. Bizda issiq qilinadi. Buni agarda yaxshi sovutib bo'lib, agarda yaxshi joyga, endi bu yerda xatoliklar bo'lgan, masalan, soat 2 metrdan qiyib qo'yganmiz, o'zi 3 metr qilish kerak. Xatoliklar bo'lgan. Lekin agarda buni yaxshi sovutib bo'lsa, yaxshilab qarab, yaxshigina foyda qilish mumkin. Biroz o'sha hozir masalan ko'pchilik anaqaga nisbatan ham tez bo'ladi, ham hali toza narsa, ham eksport bor, keyin mehnati ko'p emas, faqatgina shu ko'chat yaxshi bo'lishi kerak. Faqat yaxshi ko'chat bo'lsa, ishonchli ko'chat bo'lsa, o'zini o'zi changlata olsa, ana o'sha anaqa qilinsa 1 gektar joydan bemalol 150-200 milliongacha bemalol daromad ko'radi dehqonlar. Bemalol. Faqatgina endi shu hammasi baribir yana aylanib kelib ko'chatga taqaladi. Ko'chatda ham o'sha iminni o'zini changlatadigan, bizdagi sharoiti to'g'ri keladigan so'tlari bo'lsa, bu bemalol qilsa bo'ladigan ish. Bu yerda endi baribir bog'ning ichida o'zingiz anaqa qilsangiz, masalan, yo'q joydan qilib, masalan, bog' qilganingizdan keyin baribir buni eski hisobi ham bor, ham keyin boshqa tomoni, ham keyin o'zingizni hali chalg'itadi, ham o'zingiz hali dam olasiz. Bekor o'tirgandan ko'ra bitta bog'ni qilib o'shani atrofida yursangiz, shunga qarasangiz, buni ham обязательно qarab turish kerak-da. Bu ekib qo'ygan bilan ish bitdi degan emas-da. Doim shu kasallikka qarab, o'zini anaqasiga davosini berib, boshqa qilib borsangiz, keyin albatta bog'dan ham juda katta adashib bo'ladi. Lekin bog'da yursangiz, baribir bog' bor.